أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar mu'minlarni qo'yib, Allohning dinini inkor qilgan kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlar dushmaninglarni do'st tutish orqali o'zinglarning iymon da'vosida rostchil emasliginglar to'g'riliq Allohga o'p-ochiq bir paket hozirlab berishni xohlamsizlar?